Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Mana xudo xolasa ikkita egizak stanoklarimiz bitdi. Bu apparatlarimiz kafelnikli rodman shpakilovka chiqarish uchun mo'ljallangan. Bu apparatlarimiz xudo xolasa Tojikistonga qarab yo'l olishadi. Tojikistonga jo'natamiz, Xo'jand shahriga. Bu apparatlarimiz o'sha kafelnikli rodman shpakilovka, nalibni pol hammasini chiqarsa bo'ladi. Apparatlarimizda общий sig'imi 1,5 tonnalik bochka o'zi, 1 tonna 300 kg kafelnikli, 1 tonna rodman, 1 tonna shpakilovka, finishda 800 kg sig'imni oladi. Shunda обязательный zashtalari bor, setkalari mana setka olinadi. Buni ichlari xudo xolasa o'sh bochkalarimizda qalinligi 4 lik listdan tayyorlangan, yangi materiallardan foydalanilgan, o'zining zinalari ham bor. O'shda xuddi shunaqa holat, mana setka zashtalari hammasi qo'yilgan. Zinalari ham o'z bilan, motorlari hamma yoq komplekt. Bu yerda qoplaydigan fasovka joyi. Bunda mana qoplaydigan o'zida. Bu yerda yana bittasi tayyorlanyapti. Bu xudo xolasa Qirg'izistonga bunisiga shinek qo'yiladi. Mana shinek uchun maxsus bu yerda rushnoy ham, shinekda ham ishlasa bo'ladi. Bular ham pod zakaz tayyorlanyapti. Ichlari hammasi bir xil. Materiallar hammasi 4 lik listdan tayyorlangan, qalin. Ichidagi shineklar 8 lik list mana. Bular turba, qalin turba, brovoy turbalardan qo'yilib tayyorlanyapti-da. Xullas, kimga mana shunaqangi uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekran tagida telefon raqam qoldiramiz. Narxlari apparatni kelishilgan holatda tayyorlanadi. Narxlari telefon qilasizlar, kelishamiz qanday holatda. Bu holatda bor. Bu apparatlarimizga kompressor обязательно kerak bo'ladi. Kompressorda hamma o'zi xohishiga qarab oladi. Bu yog'ini kompressorgacha ulanadigan tayyor holatda sistemasini qilib beramiz. Bular elaksiz, shineksiz, shu apparatni o'zi shu holatda chiqyapti. Kompressor yo'q, elagi yo'q, shinegi yo'q. $2000 Tojikistonga $4000 sotildi. Nariga apparatimiz shinegi bor. $2300 sotildi, Qirg'izistonga tayyorlanyapti. Xullas, hammaning ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.